Nega Amerika Eronga yopishib olgan? Nega Eron hozir siyosiy sahnada qo'sh tirnoqda trendda? Eronni kartasini ko'radigan bo'lsangiz, atrofdagi qo'shnilar ham katta igroklar-da o'zi. Bu yoqda Turkiya, bu yoqda Pokiston, tepada Kaspiy, Ozarbayjon, Armaniston, bu yoqda Turkmaniston. Ya'ni nimaga qiziqishadi Eronga? Juda chiroyli zo'r joyda joylashgan. Geopolitik joydan nuqtai nazardan juda zo'r joyda joylashgan. Bu territoriyaga egalik qilishni xohlashadi. Bu territoriyaga egalik qilinsa, tepadagi Yevroaziya materigi tegi ochilib qoladi-da. Bizniki bo'ladi yo'l, to'g'risimi? Pastdan Kaspiydan bu yoqda Ozarbayjon, Armaniston bor, bu yoqda Turkmaniston bor. Bu yoqda Pokiston, yadroviy держава bilan juda katta territoriyada qo'shni. Afg'oniston bilan juda katta territoriyada qo'shni. Bu yoqda Turkiya bor, u bilan ham qo'shni. Turkiya ham katta siyosiy o'yinchi, siyosiy igrok. O'yinchi desa noto'g'ri ma'no beradi, igrok. O'shaning uchun birinchidan qo'shnilar, ya'ni shu territoriyada joylashgan, shuni qiziqadi hamma. Ikkinchisi, o'zi zo'r joyda joylashganda, o'zi ya'ni tabiiy boyliklari, boshqa albatta ob-havosi, masalan, hozirgi kunda issiq havoli joyi ham bor, qorli havosi ham bor-da, ya'ni turli maqsadlarda zo'r foydalansiz, zo'r daromad keltiradigan territoriya. Va eng qizig'i, men o'zim shaxsiy fikrim, Tangai Hormuz degan joyi bor. Kartada bersangiz Hormuz Strait deb chiqadi inglizchada, Hormuzskiy proliv deydi ruschada. Bu Persiyskiy zalivga, Fors ko'rfazi, Persian Gulfga kirib o'tishi 23 milmi, shunaqa kecha internetda ko'rgan edim. 23 milni 80%ni Eron kontrol qiladi, Eronda. Qolgan qismini ham yopib qo'yishi mumkin. Bu degani Persiyskiy zaliv atrofida hamma neft sotuvchi arab mamlakatlari. Ularda neft bo'lishi mumkin, lekin Eronni yo'lni yopib qo'ysa, neftni olib chiqa olmaydi. Yopdim degan xabarni o'zi ham neftni birjada narxi oshib ketishiga sabab bo'ladi. Ya'ni Waterloo hodisasi bo'lgan Napoleonda. O'shanda informatsiyani yig'ib olgan oila bor. O'shalar millioner bo'lib ketgan, hali ham millionerda. Xuddi shunaqa bu yerda ham Eron yopibdi desa, birjada narxlar oshib ketadi, o'taveradi. O'shaning uchun ana o'sha joyga qiziqadi. Eron ham boshqa o'ziga tahdid qilayotganligi aytadi, o'zingni bosib olgan deydi. Agar oshirib oladigan bo'lsang, men yopaman deydi. Ular ham qo'rqadi yopib qo'yishdan. Yopganda ham misol uchun kelib ochar boshqa qilar, lekin shu yopganning o'zi, lahzani o'zi yoki yopotdi, kema jo'natibdi desa, bo'ldi, o'sha skachok otaveradi neft narxi qimmatlashib ketadi. Nima deydi? Richagida, ushab turgan richagi bo'lsa, yopsa dunyo siyosiy sahnasida va birjalarda juda katta ajiotaj bo'ladi. O'shaning uchun ularni o'zi dunyoni qiziqtirayotgan narsa, Eron degan narsa, ana o'sha Hormuzskiy proliv, Tangai Hormuz. O'shanga tinchlik bermaydi. Eronda shunaqa katta richag borligi. Neft kanali o'sha yerda. Yopaman desa, tankerlar o'ta olmay qoladi. Keladigani kira olmaydi, chiqadigani chiqa olmaydi. Meni shaxsiy fikrim. O'shaning uchun qiziqishadi. O'shaning uchun Erondan shu narsani olib qo'ygisi keladi. Imminni o'sha richag bor-ku, Eronning qo'lida emas, meni qo'limda bo'lsin deydi. Eronga qiziqayotganlar hozir. Logistika olami haqida ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, sahifamga obuna bo'linglar.